Jahongir aka, xo'p, o'sha kelishganimizdek, mana mashinamizni ichki qismiga keldik, ya'ni saloniga. Xo'p, bugungi beradigan ma'lumotimiz qanaqa bo'ladi и nimalarni ko'rsatib bera olasiz? Asosan funksiyalari haqida ko'ryapsizlar. Knopkalar juda ko'p. Klimat kontrolda ham har xil knopkalari bor. Parktronik. Torpedka haqida misol uchun endi hozir juda ko'pchilik restyling bilan restyilinglarni ham farqiga borib qolgan. Juda ko'pchilik odamlar yoki haydovchilar deb aytamiz. Misol uchun endi bular do'p opsiya. Men do'p opsiyadan boshlayman. Rul regulirovkasi tepaga, pastga, mana hozir oldiga, orqaga chiqadi. Oldiga chiqadi, orqaga, pastga, tepaga yuradi. O'sha payt 99-yil, hattoki 97-yillarda ham bo'lgan. Undan ham oldin bo'lgan o'zi aslida. Masalan 80-yilda chiqqan W126 xalq tilida aytganda diplomat deb aytishadi u mashina. O'shalarda ham bo'lgan bunaqa funksiya. Bu yengil emas. Sidinalar elektronik, pamit bilan, misol uchun oldiga, orqaga, spinka yotadi mana. Hammasi elektronik. Endi menda hozir nakitga turibdi. Podgolovnikni ishlata olmayman. Pamitli ishlaydi mana hammasi mana pamit. Pamitli 100% ishlaydi bu yerda. Pastga ham tushadi eng qiziq buni sidinasi. Ko'rgan bo'lsangiz, parktroniklargacha ishlaydi. Shu sensor. Parktronik o'sha 90 adashmasam 92-93-yildan boshlab chiqqan bu parktroniklar. O'sha paytlarda bo'lgan bunaqa funksiyalar. Rullarni chiroyliligi oxirgi paytlar ko'p yapochka mashinalarda shunaqa chiqadi. Ya'ni dubli rul. Bu yog'ochlik. Yana parktronik ishlab ketyapti. Odam oldidan o'tsa parktronikni o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Bunaqa knopkasi bor. Mana shuni bossanglar, parktronik o'chadi mana. Bo'ldi, parktronik ochdi. Bagaj bo'tdan ochiladi, bako'li bo'tdan regulirovka bo'ladi. Bu ham do'p opsiya o'zi aslida. Parktronik o'zingiz tanlaysiz. Endi sal boshroqdan tushuntirib beraman sizlarga hozir. Mana bu sidina bagrev, faramoyka, misol zavodskoy signalizatsiya, elektronik klimat kontrol, parktronik, mana bu sidina bilan rul elektronniy upravleniyalari hammasi o'sha klientni talabiga qarab nima deydi? Zakazga. Shunaqa chiqqan bu mashinalar. Hech qachon bizani o'zimizni mashinalarga o'xshab 3 ta pozitsiya bo'lmagan bo'ladi. Bularda endi hazil-hozil qilib aytganda 99 ta pozitsiyasi bor buni. Hammasi har xil. Menda hozir qora salon, kimlardir bardoviy salon zakaz qilgan, kimdir oq salon, bejviy salon, seri salon, ko'k salon, yashil har xil nimada chiqavergan bular. Klient xohishiga qarab. Misol uchun dilerskiy ofisga kelgan klient zakaz bergan. Menga sidina bagrev kerak, faramoyka kerak. So elegant ham chiqqan bular. Hozir to'ka avangardda elegant narasida ham elegant pozitsiyada ham chiqqan. Klimat kontrol elektronik bo'lsin yoki mexanik oddiy qo'lda rulda nima buraladigani bo'lishi kerak. ESP'li само собой уже 97dan boshlab 98larda уже ESP Electronic Stability Control deb aytiladi bu ESP yoki Electronic Stability Program deb aytiladi inglizchasiga. ESP shu vazifasi yomg'irda, qorda mashinani ko'ti ketib qolsa yoki aylanib ketib qolsa o'zini o'zi to'g'rilab oladi. Hozirgi deyarli hamma zamonaviy avtomobillarda bu funksiya bor. Bosganda kerak bo'ladi asosan. Katta motor haydaydiganlar ko'p ishlatadi. Men oqarib ketgan bo'lsa, mashinani juda ko'p qiynashgan bo'ladi. Bosib ancha mashina qiynalgan bo'lishi ham mumkin. Men bu alohida tema endi elektronik klimat kontrol. Bu yerda mashinani ошибкалarigacha ko'rsa bo'ladi biz diagnostika. Shunda. Mana mashina o'zi ko'rsatadi. Funksiyalari bor. Endi bunga ancha vaqt ketadi buni tushuntirib. Uni keyingi videolarda qo'yamiz. Tushuntirib beraman. Misol uchun hozir mana mashinani zavod qilamiz. Xo'p, zavod qilgandan keyin konditsionerni yoqasiz. Eng qizig'i bu Mercedesda minus yo plus mana konditsionerga o'tkazadigan bo'lsak, hozir 16-17 qolgan mashinalarda konditsioner sovuq, bunda 2 zonli klimat kontrol ko'ryapsizlar. 13 gacha tushadi.
eng past daraja Eng konditsioner qo'yadi. muzlatishda. Ha, lekin hozir juda ko'p elektriklarda yoki konditsioner remont qiladi yoki zapravka qiladigan ustalarda o'zini datchiki bor. Maniki deflektorga tiqib qo'yib tekshiradi. Mhm. Man jam ichida eng zo'r sovutadigan shu zavodskoy stok holatda hech qanaqa переделкasiz, katta radiator qo'y yoki qo'shimcha ventilyatorlarsiz Maribokda где-то 7 gradus ko'rganman. 7 gradus. Ha, bunda 3,5 gradusgacha tushadi. Sovuqligi. Bu dahshat Zo'r bu, ekan. odam kasal qilib qo'yishi ham mumkin. Tushunarli. O'shanaqa tomonlama man shu Mercedes juda ancha qulay. Hattoki yozda man bunda shu konditsioner yoqqandan keyin faqat birinchi yoki ikkinchi положениеda yuraman. Shu kattaga o'tkasangiz Muzlab kasal ketadi. muzlatib tashlaydi. Oyoqqa hech qachon nima to'g'rilamayman. Ancha odam kasal qilib qo'yish ehtimoli ham bor. Panel приборов bunda chiroyli, restoringda ancha chiroyli chiqqan. Misol uchun mana ekranchasi bor. Hech qaysi man hozirgacha shu Mercedes, balki BMWda, Audi'larda, boshqa inomarkalarda bordir, lekin ko'rmaganman. Именно mana shu Mercedes 210 kuzovdan boshlab bakda necha litr borligini ko'rsatadigan funksiya bilan. Shunda hozir bakda necha litr borligini ham 21 litr benzinim bor mana ko'rsatib turibdi. Qancha yura olaman. Endi zavod bo'lib turgandan keyin o'zi mana bu range deb aytiladi, ya'ni masofasi 21 litr bilan qancha masofa bosib o'ta olishingizni taxminan aytib beryapti. 121 kilometr. Bu juda katta rasxod degani. Endi xalosda qo'yib turgandan keyin har qanaqa mashinani rasxodi ko'p ko'rsataveradi. Yurgandan keyin bu ko'payaveradi. Tushunarli. Yana nima menga yoqadigan tomoni tablo. Ruschada aytganda tablo juda chiroyli. Приятный, ya'ni yoqimli ko'zga. Oddiy, ham oddiy ham zamonaviy deb ayta olmayman bu tabloni. Sababi nima deydi, o'rtada dizaynni o'zi juda chiroyli. O'rtada katta speedometr, o'ng tomonda taxometr, chap tomonda datchiklar. Misol uchun moy datchik, moy уровень ko'rsatadi. Yo'q, ular hammasi elektronik bo'lib ketgan bo'ladi o'zi. Moy kamasi ham moy elektronik bularda ko'rsa bo'ladi. Yana bitta zo'r tomonlari, menga buni bardachok yoqadi. Bardachokni bundoq ochasiz, amortizatorli bardachok bo'ladi. Hammasida amortizator. Sekin ochadi. Sekin, agar любой 210 ni shunda bardachokni hozir tars etib tashlasa, o'zi amortizator o'zi uxlagan bo'ladi. Amortizatorlargacha bor bular. Shunaqa sekin ochilib, sekin yopiladigan. Hammasi hozirgi mashinalarda bor funksiya. Bu sentralniy anaqa zamon eshikni yopadi. Bu funksiya nima mashinani o'chirib, hozir o'chirib ko'ramiz. Ko'p ishlatmaganman, lekin ishlashi kerak. Endi zamon olgandan keyin mana yonda signalizatsiyani o'chirib chiqib ketsa bo'ladi. Signalizatsiya bu? Bu signalizatsiya. Tushunarli. O'chdi. Ochdi. Ko'ramiz. Yonmadi. Hozir yonishi kerak. Bu yonda. Bu yonda. Demak o'chirildi. Qishki hamma mashinalarda qishki yozgi rejimi bor. Bularda ham 4 ta oyna elektronniy, avtomat. Jahongir aka. Bu funksiya yosh bolalar shu oynani ochib olmaslik uchun. Bu oddiy funksiya, hamma mashinalarda bor. Eng zo'r tomoni menga yoqadigani, hozir ko'rsatib beraman. Mana pechka yoki konditsioner yoqasizlar, bu tashqaridan keladigan havoni yopadigan, ya'ni klapanni yopadi. Buni bossanglar, o'zi adashmasam 2 tadan 4 tagacha filtr turadi. 3 tagacha, по-моему, adashmasam, shunaqa filtr bor, salon filtri. Hamma klapanlarni yopadi.